Oho, 67-qishloqqa ham yetib keldik. Hop, parkovkaga mashinani qo'yish kerak. Uy, qiq. Qiq. Ha, turaveradi. Hop, endi mashinani qulflaymiz va Heyo barchaga, sizlar bilan men Saidjon, yangi videoga xush kelibsizlar. Like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Bo'lmasa videoni boshladik. Yangi qishloqqa yetib keldim obunachilar. Endi uy egasiga qo'ng'iroq qilamiz. Allo, Jetal, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ha, qaydasiz? Men keldim. Men uyni oldinaman. Siz bilan gaplashdim? Ha, men bilan gaplashdim. Hop. Uy tayyormi? Ha, tayyor. Kelishyapmizmi? Ha, ashe, olavering. Ha, bo'pti. Merdan hujjatlarni oling. Ha, oling. Nima? Janob, kirish mumkinmi? Ha, mumkin. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Hamma shu qishloqlarda 27-uy sotib olgandim. O'sha hujjatlarni berasizmi? Ha, olavering. Marhamat. Bo'ldi, rahmat. Hadi mana, kelib turing. Hop, merdan hujjatlarni oldik. Adashmasam, mana shu to'g'rida uy. Yaxshimisan, Jetal? Ha, yaxshiman. Hop, sotuvchi Jetal, nima gap? Teng. O'yingohlari bor ekan. Va ketdik, obunachilar. Mana shu uy tomiga sakraveraymi, obunachilar? Hoppa. Uy, o'g'lim. Uy. Au. Hop, endi uyga kirish kerak. Eshigi ochiq ekan. Ha. Qani, svetlari bor ekan. Demak, bu yoqqa mebellarni olib kelish kerak. Jetal. Ha, Mebel do'koni qayerda? mana shu chap tarafda. Bo'ldi. Adashmasam, mana shu katta uy bo'lsa kerak. Mayli. Ketdik. Oho, polizlarda ko'p narsa ekan. Jetal, kirish mumkinmi? Ha, keling. Hamma narsa sotib olmoqchi edim. Bemalol olishingiz mumkin. Bunisini olamiz. Voy, konditsioner ham bor ekan. Buni ham olamiz. Bunisini va kirkobga ham tabor. Hop, bunisini olamiz. Oho, kresloda ikkita kreslo. Buni rakavina ham kerak, obunachilar. Nima gap o'zinglarda, obunachilar? Ha, aytganda. Modlar kerak bo'lsa, Telegram kanalda. Bemalol o'tib, obuna bo'lib olishinglar mumkin. Qancha bo'ladi menda? 100 dollar. Bo'pti, rahmat, Jetal. Ko'p beribsiz. Ha, kelishib ketamiz. Bo'pti, janob Jetal. Bo'pti, kelib turing. O'zicha menga paxta qo'ymoqchi bo'ladi. Bu qishlog'imiz. Nima gap, Jetal? Uyimizni bezatamiz. Mashinada amal. Birinchi bezatib olaylik. Hop, divanni mana shu yerga qo'yamiz. Va bu konditsioner desam yo'q.
Uyning hujjati ekan. Konditsioner bu yoqqa. Холодильнigi. Yo'q, bu yerga emas. Muzlatgich bu yerda turadi. Hop. Javonni bu yoqqa qo'yamiz. Bunisini shu qo'yib qo'yamiz. Keyin mashinani mana shu yerga qo'yamiz. Gaz plitaga. Gaz plita bu yoqda tursin. Chiroq bor ekan, amal. Qarang. Mana bu yoqqa. Bu yerga qo'yamiz. Hop. Bunga joy yo'q ekan. Mana bu yerga. Bunisini bu yerga qo'ymay turaveramiz. Bunisini bu yerga qo'yib qolamiz. Bu yoqqa rakovinani bunisini bu yerga qo'yamiz. Qo'yib kresloni bittasini bu yerga qo'yib, bittasini bu yerga qo'yamiz. Endi pechenye ham bor ekan. Tangi hop. Ketishibdi-ku. Mayli. Sizlar bilan birinchi videoni yakunlaymiz. Videoni qolgan qismlari chiqishini istasanglar, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin.